Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 9-oyning 20 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. 12 birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Men o'tgan hafta bir qisqa video chiqardim. Bir qism qarindoshlar belki saqlab ketib, uchur qilib ekan oldingi videomni toza bilolmay. Shunga bir qisqa video qilib, o'zimniki safarga chiqib kelganligi haqida ozroq so'zlab qo'ydim. U videoni buni ko'p qarindoshlar ko'rdi. Facebook bilan YouTube'ni qo'shganda 8000 dan qatimdan eshib ketdi u. Nima oldingi videoda safar haqida, sayohat haqida bir gapni deb qo'yishni unutib qolibman. Biz her yildagidek safarga chiqyapmiz. Bu qatim paraxod sayohati oldin qatimli sayohatni 2 yilning oldida qilgan, 2023-yili. Bu yil yana shu yerdan qildik. O'zgarish pek cho'ng. Ikki jihat o'zgarish cho'ng. Biz necha oylik qarindoshlar birga chiqqan. Mana shu 2 yil ichidagi o'zgarish xil cho'ng. Nima desanglar, birisi odam 60 yoshdan oshgandan keyin nihoyatda tez jismoniy jihatdan ojizlab mangadi ekan. Shunga yo'l menish bu ishlar burunqiga qat'iy o'xshamaydi 2023-yildagiga. Biz birdan bu og'rib, birdan bu og'rib degandek oshtaq bo'lib ketdi. Bu bir zo'r o'zgarish. Ikkinchisi odamniki qiziqishini o'zgarib mangadi ekan nihoyatda tez. Biz burun şu cho'ng shaharlarni, Yevropaniki qadimgi shaharlarni, Turkiyadagi qadim shaharlarni ko'rishni bek yaxshi ko'rdik. Bu qatim berib o'xshash yerlarga borsak, burunqidek qiziqmaydigan bo'lib qolibmiz. Bo'libmi shu podshoh ordisi, qadimgi cherkovlar degandek, qadimgi imoratlar, anandan vayron bo'lgan qadimgi shaharlar degandek bu narsalar. U narsalarni biz burunqidek yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolibmiz. O'zimizga shuni his qildik. Shunga qarindoshlarga beradigan tavsiyam, agar bir ishni qilishga qiziqsangiz hozir uni darhol qiling. Shu yil ham qiling bo'lsa yoki shu yil yoki keyingi yili hargiz kechiktirmang. Birisi qiziqishingiz butunlay o'zgarib ketadi ekan, ikkinchisi butun mag'dur qolmay ekan. Shunga shu gapni bir deb qo'ydim. Uyg'ur Project Fondi haqida hozir har oyda ozroqdan iyona qilgan qarindoshlarniki soni yana ko'paydi. Yaqinda yana bunga qarindoshlarimiz qo'shildi. Biz tor betini avtomatik holda har oyda ozroqdan pul iyona qilgan, qilib bo'lgan qilib qo'ygan. Shunga iyona qilish boshlandi. Ba'zi qarindoshlar bizningki chet eldagi vakillarimiz orqali qilyotdi har oyga to'g'rilab degandek. Hozir bizga har oyda kelayotgan pullardan $50, $21, $20, $147, $10, $20, $40 degandek pullar bor. Hamısini qo'shgan chog'da $308 bo'ladi. Endi miqdori bak zo'r emas, lekin qarindoshlarniki ko'ngli intayin qimmatlik, intayin esil. Men bu fursatdan foydalanib sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men davomli o'ylaydigan bir ish, agar Uyg'ur davosi uchun 1000 Uyg'ur oilasi $1000 chiqara olsa, $1 million pul yig'iladi. Xudoyim ursa, ashtaq kunmi keldi deyman. Men hozircha u to'g'ri chaqiriq qilib nas qilmadim. Ashtaq kunlar keldi deb o'ylayman. Agar $1000 chiqara oladigan 1000 oila chiqsa, men unga $100,000 qo'shishga rozi. Xudoyim ursa bu kunlarmi keldi. Hozircha yuqorida deb o'tgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yaqinki chet eldagi Uyg'urlarchada bo'lgan cho'ng xabarlarning birisi Uyg'ur akademiyasi tomonidan Anqarada bir faoliyat o'tkazildi. Uyg'ur qirg'inchiligi davomlashayotganda Uyg'ur kimligini qo'g'dash ilmiy muhokama yig'ini. O yetmişler boshlangan. Meniki farzimcha bu 3 kunlik yig'in shunaqa tunugun oxirlashdi deb o'ylayman. Uni bugun so'rayman deb unutib qolibman. Bu yig'in muvaffaqiyatli bo'pti. Facebookdagi uchurlarga qaragan chog'da muborak bo'lsin, bu ishdan qolgan qarindoshlar muborak bo'lsin. Mushundaq ishlar Uyg'urlarniki yo'qolmaganligini, yo'qolib ketmaydiganligini namoyon qilgan ishlar. Zo'r qimmati bor. Buni faoliyatlarni qilish oson emas. Shunga buni qilayotgan qarindoshlar zo'r jafo chekyapti.
Dünya Uyghur Kurultayı kardeşlerim aşkına yakında yine köp işler oldu dünyada. Dünyadaki Uygurlar cemaat içinde. O işlerini Dünya Uyghur Kurultayı'ndaki televizörü futurluk haber kıvatıdı. Aşağı bu aşka vakit neticesi noktasıdan ben hemsini ayrım tılgamayman. Lekin chet eldeki bir kısım qarindoshlar adım taldım demey kechini kunduz bo'lib zo'r tirikchilik ko'rsatadi. Millatniki mavjudligini namoyon qilish uchun buning ichida Uyg'ur Project Fondi, Uyg'ur axborot markazidagi qarindoshlarimiz bor, to'xtamay tirishyotadi. Ularga rahmat. Bugun deydigan yana bir xabar Virginiyada yashaydigan do'stimiz doktor Gulnaz Abduqodirniki yana bir she'rlar to'plami chiqdi. She'rlar to'plami bu 3-chi yoki 4-chi kitobi. Gulnaz shu o'ziniki oilasini markaz qilgan asosda she'r yozib, aslida boshqa tillar yozganlarim bor. Hozirgi nashr qilingan kitob inglizcha. Shu oilasini markaz qilgan shu mazmunlarni asos qilib turib, Uyg'ur adabiyoti orqali Uyg'urlikni tasvirlayotdi. Uyg'urlikni tasvirlayotdi. Shunga bu inglizcha adabiyot orqali bolalarimizga Uyg'urlikni tunishtirish va o'rgatishniki bir yaxshi sharoit deb o'ylayman men. Bo'libmi ingliz tilini ishlatadigan davlatlarda cho'ng bo'layotgan bolalar ularga Uyg'urlikni o'rgatish, Uyg'urlikni tunishtirishda mushtaq narsani, mushtaq bir adabiy asarniki zo'r qimmati bor. Shunga bo'lsa chet eldagi bolalari inglizcha biladigan Uyg'ur qarindoshlar kitobni setib olib, bolalarga bir qo'yinglar, taqdim qilib qo'yinglar. Ular ko'rib baxsin. Uyg'ur adabiyotiniki Uyg'ur adabiyotiniki inglizcha ifodalanishi endi ashtaraq bir narsa. Shunga intayin isl mazmunlar bor buning ichida Uyg'urlikni tunishtiradigan, Uyg'urlarning ro'yini tunishtiradigan, Uyg'urlarniki irodasini tunishtiradigan ashtaraq nurg'un mazmunlar bor. Bo'lsa setilib bolalarga taqdim qilinglar. Andikin chet ellik do'stlar bor qarindoshlarmi shuni o'ylashib baxsanglar bo'ladi. Buni setib olib chet ellik do'stlaringlarga yana qilsanglar bo'ladi. Men shu munosabat bilan Gulnaz do'stimizni chin ko'nglimdan tabriklayman. Ham ajriga ko'p rahmat. Endi ikkinchi mazmun bugun so'zlaydigan vatan haqidagi videolar, xabarlar. Yaqinda ko'p videolar chiqibdi. Men safardan qaytib kelib biroz tekshirib baxtim. Ko'p videolar chiqibdi. Bularniki hammasini ko'rsatib bo'lib bo'lmaydi. Men bir qismini ko'rsatishga tirishman. Andikin bir qismlariniki shu hozir Zumrat Davud sanglimiz ko'proq videolarni chiqarib atadi. Aşnaki Facebook'taki adresini ben şu videonun astiga ve Facebook'taki videonun astiga çıkıp koyay. Aşağıdan kurbasanlar buludu bir kısmını. Bir kısmını azalacak göstermen. Yakına çıkan videolarındaki birisi de bir Uygur hanım koçu şehir pazarlarında ağrı söyleyip yemiş satıyotgan. Lekin bu yemiş satıyotgan bu hanımni bazar başkurduğun orundaki kişiler to'xtamay qo'g'lagan. Bu hanım bozor boshqurgan odamlarni ko'rsam qochidi ekan, qochib yorusini so'rab boshqalarga mukib boshlar qildi ekan, keyin yana chiqadi ekan, u bozor boshqurishdan keyin yana qo'g'laydi ekan degandek. Lekin odamni intan echindirdigan yeri shu xonim bilan bir yerda ashta G'arbada yoki yerlarga tizib mol sotayotgan Xitoylar bilan hech kimning kari yo'q ekan. Xitoylarning kari yo'q, Uyg'urni qo'g'laydi ekan. Bu Uyg'ur xonimmi shu videoda shikoyat qilyotdi, bu ish to'g'riliq. Uyg'ur zamini, Uyg'urning vatani Uyg'urlar mushkul qolgan. Bozor boshqarishchilar Xitoyliklar yo'q, Uyg'urni qo'g'laydi ekan. Ashta qilsa, u bu yerda o'tirgan Xitoylarmi Uyg'ur xonimning ustidan shikoyat qilayotgan ahvollar bor ekan. Sen chiqmasang bozor boshqarishniki bu yerga kelmaydi, sen kelsang mamdo chiqma bozorga. Uyg'urlarga shadayotgan. Nayt echinishga ahvol. Vatanniki hozir ahvolda mushkulga chiqib qoldi. Andikin cho'shqa go'shida itilgan lag'manni tunishtiradigan bir Xitoy ishlatdi videoni. Bizning vatanda bo'layotgan ish. Ashaq videom chiqdi. Andikin cho'shqa go'sh setayotgan Uyg'ur, uning videosi bor. Andikin erlari sulinib, xotin bolalari vayron bo'lgan oilalar. Bundaq videodan bir qanchasi chiqibdi hozir endi. Agar
vatan haqida yaxshi video bo'lsa unimi deyman. Bo'lmaganlik uchun sizlarga shuni deyapman. Davomli meni salbiy narsalarni so'zlayotgan demanglar, vatan bo'layotgan ishlar salbiylar bo'lganlik uchun shuni demay iloji yo'q. Endi nima bo'lsa shuni deydigan gap. Qozonda nima bo'lsa chumush kuchur chiqadi. Ondan keyin ilojsizlik. İlacısızlık da bir video çıktı. Bunu ben kişiden göstereyim. İlacısızlık hemen besmişiz iken. Şırayla kölgede kalır iken. Kolla işten, levle sözden, kalıple, hoşallıktan kalır. İlacısızlık hemen besmişiz iken. Ondan keyin yana bir video varken, vatanniki burunqi ko'rinishlarini ko'rsatgan. Bu video sal uzun. Men bak yaxshi ko'rdim. Undan keyin men ulanishni mana shu Facebook video YouTube'ning ostiga chiqarib qo'yishlardan ko'rib olinglar. Ondan keyin ishkirda non sezayotgan Uyg'ur. Ondan keyin lagerdan chiqqan Uyg'urlarning videosi yine chiqyotdi. Ondan keyin yana bir videoda bir Xitoy nom chiqarish uchun vatandagi 3 Uyg'ur oilasini ziyorat qilibdi. Shu ziyorat qilganda qarasa, bu 3 oiladagi 3 oilada opasi va bolalari bor, lekin dadasi yo'q. Hammasiniki dadasi lagerdagi. Yana bir video chiqdi. Apa nima kivaz kolima debdi. Nimishqa kolima degan gapni ishlatdi bilmadim. Ana, canım dada, yaxshi misizlar? Men ba'zi bir gaplarni anglab qelyapman. Ana, canım ana. Keviz ko'latsa, keviz ko'lima, xushulab ketay, keviz ko'lima. Atagam deydi, saatiga 8 ko'ydan keviz ko'latdi deydi. 8 ko'ydami ishlansa? Maniki mazmuni 1 soat 8 so'mga ishlayapti. Ondan keyin Uyg'urlarning yana qanchalik umri qolgandi deb yana bir yigit so'zlab chiqibdi. O yigit deydi, yana 10 yildan keyin 35 yoshdan yuqori Uyg'urlarning nurg'unlari ajoyib buni anglab boqmagan kasallarga giribdor bo'lib tugab ketadi deb ashla debdi uningda. O'zi debdi, men doktor emas. Lekin kuzatgan ahvollarga asosan bu gapni deyapman deb shuni debdi. Buni anglab boqmagan kasallarga giribdor bo'lib tugab ketish. Xitoyning maqsadi Uyg'urlarni Uyg'ur vatanida yo'q qilib etish. Ashta bo'g'ashqa ularning qo'lidan har qanday ish keladi. Bu cho'ng suiqasdniki bir qismi deb o'ylayman men. Yangidan boshlangan ish emas. Bu jihatda nurg'un ximiyalik, biologiyalik narsalarni yasab chiqarib bo'ldi bular. Shunga yine qanday ishlar yuz berdi, hozir vatani qilib qolgan xalqimizga qo'lolmaydi. Majigit shu narsani so'zlab chiqibdi. Ondan keyin yana bir videoda bir singlimiz bilinadi kimning yo'qligi deb bir she'rni
Тышналыгын калны кырганда. Йөрегән капсап оксыныш. Биланы дикем яклык. Men bu videoni Facebook chiqarib qo'ygan. Shu yerni ko'rib olsam bo'ldi. Ondan keyin yana bir video chiqdi. Buni Xitoy chiqaribdi. O videoda deyilishicha, hozir xabaringlarda bor, dunyoda intayin sun'iy aql ne taraqqiy qildirish jihatda intayin ko'p mablag' sarflanadi. Hozir Amerika, Yevropa, yana Arabiston degandek nurg'un davlatlar 100 milliardlab pulni mablag' solib sun'iy aqlni taraqqiy qildirish yo'lida tirishyotidi. Endi Xitoyniki videosida deyishicha, Xitoy hokimiyati Qumulda dunyoda intayin oz uchraydigan ko'lamdagi sun'iy aql bazasini qurayapti hozir. Nayti cho'ng. Uni endi bu yerdagi gap nima uchun Qumulni tanladi Xitoy degan gap. Uningda Xitoy 4 sababni ko'rsatibdi. 3 sababni ko'rsatibdi. Uning birisi energiya boyligi. Sharqiy Turkistonda shamoldan tok chiqarish, quyoshdan tok chiqarish, ko'mirdan tok chiqarish bu jihatdagi manbalar intayin mo'l. Endi sun'iy aql bazasida eng zo'r ketadigan narsa shu tok. Nimishqa deganda intayin ko'p sondagi kompyuterlar kuniga 24 soat minish kerak, ishlash kerak. Bunda behchek tok ketadi endi. Sharq Turkistonda tok boyligi balki yuqori, işte bu boshqa shu yerni tanlagan deydi. Ikkinchisi, Sharqiy Turkistonda qish vaqti nihoyat sovuq. Endi shu sun'iy aqlga ishlatiladigan kompyuterlar saqlangan uylarni intayin zo'r darajada sovutib turish kerak. Bo'lmasa uy qizib ketadi, kompyuterlar qizib ketadi, ishlamaydi, normal ishlamaydi. Endi Xitoy deydi, Sharqiy Turkistondagi havosi qish vaqtlari intayin sovuq bo'lg'achqa darizni ichib qo'ysalarmikin uylar o'zligida soviydi, uni maxsus energiya sarf qilib turib sovutishniki hojati yo'q deydi. Ikkinchi sabab. Uchinchisi, keng harakatgan zamin. Sharq Turkistondagi zimni intayin keng, nüfus intayin oz. Bunu Xitoy davlatini qulaylik sharoit bilan ta'minlaydi deb shu 3 narsani debdi bu Xitoy. Andan keyin deydi, bundan keyin shu Sharqiy Turkiston Xitoyniki nihoyatda cho'ng bir yuqori texnologiya bazasiga aylanishi mumkin deb debdi. Bularni hech qaysi biz uchun yaxshi xabar emas, ammo chiqqan xabarni sizga yetkazib qo'yaman. Endi hozir yaqinqi umumiy ahvolni kuzatganda vatandagi Uyg'urlarniki yashash sharoitida yana zo'r darajada yomonlashish bor. Buning sababi nima desanglar, Ma Xiaohui degan Xitoyni 7-ayning 1-kuni aketgan. Uning o'rniga Chen Xiaojiang degan bir Xitoy chiqdi. Bu Xitoy 62-yilda tug'ilgan. Markazda shu markaz nima intizom komiteti deganda yerlarda ishlagan, undan keyin Ningxia Xuyzu avtonom rayonida sekretar bo'lgan bu Xitoy. Bu Xitoyniki birliksa ministr bilan munosabati bor. Meniki yaqinda anglagan xabarimda shu Uyg'urlarni o'ltirib, tarqitib, yo'q qilish siyosatini eng kuchab o'tirib qo'ygan Xitoy shu deb anladim men. Bu Xitoy deydi ekan, biz milliy ittifoqlik siyosati, undan keyin osonlik millatlar rayini taraqqiy qildirish siyosati deb har xil siyosatlarni qo'llanib boqdik. Lekin Uyg'urlarni qutulamadik, yo'qotamadik. Ashta bo'lg'achqa ularni ham o'ltirib, ham tarqitib yo'qotish kerak deb bu siyosatni eng oldida shu Chen Xiaojiang degan Xitoy chiqargan. Buni Xi Jinping kuchli qo'llab, shuning bilan bir qator keyingi Uyg'ur irqiy qirg'inchiliklarning ishlar yuz bergan degan bu gapni angladim yaqinda. Ishqilib hozirgi vaziyat nima desanglar, vatandagi Uyg'urlarning vaziyati Ma Xiaohuining vaqtidan nacharlashib qarab ketib o'tibdi hozir. Yana ko'chalar tekshirdigan yerlar bor degandek.
Degan so'ralgan uchinchi mazmun hem kainat to'g'riliq, hem o'zam to'g'riliq bo'ladi. Buniki bunda ulashtirishimda biroz sabab bor. Xabarlarda bor, men NASA'da 20 yildan ko'proq ishladim. Shu jarayonda qolgan ishimniki ko'pinchisi bo'lib 15 yildan ko'proq vaqt qolgan ishim 15 yildan ko'proq vaqt qolgan ishim insonlar, jonliqlar yashash imkoniyati bor tashqi planetalarni tepish. Shuni ishiltilgan olam teleskopi yasash ishini qildim. Unda teleskopniki bir qancha sohalarda mutaxassis bo'lib ishildim endi. 15 yildan jiq ishlayapman. Yaqinda bir yangi bir uqum chiqyapti. Endi NASA'niki aslidagi plani shu jonliqlar yashash imkoniyati bor boshqa planetalarni tepish. Bu NASA'niki aslidagi maqsad shu. Bu mushni qildiganligi, men ishlagan teleskop 2027-yillari osmonga chiqarilmoqchi. Aslida o'tgan yillar chiqib bo'ladi, kechikib hozir 2027-yilga bo'lib qoldi. Kainat bak cho'ng. Kainatda 200 milliarddan ko'p yulduzlar to'plami bor. Galaksiya degani yulduzlar to'plami. Biz yaşayotgan Samanyolu galaksiya shu 200 milliarddan ko'p yulduzlar to'plaminiki birisi. Biz turayotgan shu Samanyolu galaksiyada 200 milliarddan ko'p yulduz bor. Ashta bo'g'ashqa bu kengayib ketgan olamda yer shari yolg'iz emas. Chuqur jonliqlar yashay oladigan va yashayotgan boshqa planetda chuqur yeni bor. Shularni topamiz deb NASA'ni qilayotgan ish shu. Men shu sohada ishladim. 15 yildan ortiq NASA'da 20 yil, ammo shu sohada 15 yildan ortiq ishladim. Endi biz qachonliqqa tashqi planetalarniki jonliqlar bilan ko'rishimiz bu bir aniqsiz ahvol bo'lmaydi. Nimishqa desanglar, kainat bak cho'ng. Bizga eng yaqin yulduzniki biz bilan bo'lgan orliqi 4,5 nur yili keladi. 4,5 nur yili. Bu nima degan gap desanglar? Agar biz mana shu yer sharidan yo'lga chiqib, bizga eng yaqin bo'lgan yana bir yulduzga bormoqchi bo'lsak, agar nurning tezligida mangsak 4,5 yilda boramiz degan gap. Hozir shu yerga bir telefonga o'xshash bir signalni mangdursak, bu signalniki aşağıya yetib berishiga 4,5 yil ketadi. Bunda faraz qilsanglar bo'ladi. Masalan, sizlar Urumchiga telefon qilsanglar, telefon qilgan chog'da ulindi qarshi tarafga. Da bir sekundlar ulindi bo'ladi. Lekin bizning qishimizdagi agar yulduzga telefon qilsanglar, u telefoninglar u yerga 4,5 yilda yetib boradi. U yerdan kelgan javob sizlarga yetib kelishga yana 4,5 yil vaqt ketadi. Ashtaq jiroq. Qolgan yulduzlar intayin jiroq. Endi biz jonliqlar yashash imkoniyati bor boshqa planetalarni topdik degandimi, ular bilan qanday aloqa qilishimiz, bu yerga qanday boramiz degan masala mavjud. Endi dunyoda hozirgi eng tez surat shu nurningki surati. Bir sekundiga 300 ming kilometr tezlikda mangadi. Yana 100 yillardan keyin texnologiya taraqqiy qilib, nur tezliginiki 10% bilan mang'ili bo'ladigan mushtaq bir olam ushqurini yasab chiqadi insonlar deb o'ylasak, u olam ushquri bir sekundiga 30 ming kilometr mangadi. Bir sekundiga 30 ming kilometr minib, bizga qo'shni yulduzga berishga 45 yil vaqt ketadi. Qaytib kelishga yana 45 yil vaqt ketadi. Shunga yeni 100 yilning ichida mushtaq olam ushqurlari vujudga kelamdi yo'q, uni uqmaymiz. Keldi mushtaq ushqurlari bor degandimi, u yer bilan berib qilish ishlari nihoyatda tas hozir men degandek. Yaqinda
insonlar bir yangi narsani o'ylab chiqdi. U nima desa, hozir qadar agar biz yer sharidan boshqa yerga ko'chib yashaymiz desak yoki yer sharida bir cho'ng baloy-ofatlar yuz berib boshqa yerga ko'chib ketamiz desak, cho'qim yana bir plantadan birini topishimiz kerak deb o'ylab kelgan insonlar. Lekin yaqinda bu tushunchada zo'r o'zgarish bo'ldi. U nima deganda, biz boshqa bir plantani tepib shuning yuziga ko'chmay, xuddi bizning oy shariga o'xshash sun'iy sharni o'zimiz yassaqchi degan narsa o'tirib chiqdi. Men sizlarga hozir shuning ozroqcha bir videosini ko'rsatib qo'yaman. Bu video Amazon shirkatiniki quruvchisi Jeff Bezos degan odamniki bir qatimliq xalqaroliq yig'inda bergan dokladiniki ko'rinishi. Bu odam Amazonni qurib, nihoyatda muvaffaqiyat qozonib, undan keyin yana bir shirkat qurdi. Blue Origin. Buniki uyg'urcha ma'nosi Blue degan ko'k, origin degani manbasi yoki yiltizi degan gap, kelib chiqish manbasi degandek. Blue Origin, kelib chiqish manbasi degandek gap. Mushu shirkatni qurib, bu shirkatni mangdiryapti hozir. Bu shirkatniki shuari 1 million odamni sun'iy oy shari yasab shu yerda yashaydigan qilish. Buningga qancha vaqt ketadi uqilolmaydi, lekin menimcha bu ishlar yana 100 yilga qolmaylam vujudga chiqadi deb o'ylayman men. Abaki tashplantdan tepish ishlariga qancha vaqt ketadi, qachon bora olamiz uqmayman, lekin maoshqa ehtimol 100 yilga qolmay bu ishlar vujudga chiqishi mumkin. Bu ishni planlab hozir yo'l qo'yib bo'ldi. Men sizlarga shuni ozroq ko'rsatib qo'yay. Undan keyin endi ozroq gapim bor. So, instead, what O'Neill and his students came up with was the idea of manufactured worlds, rotated to create artificial gravity with centrifugal force. These are very large structures, miles on end, and they hold 1 million people or more each. Here's the International Space Station for scale. This is a very different kind of space colony. Let's take a look at what they might look like inside. High-speed transport, agricultural areas. We added a little drone there. Cities in the background. Some of them would be more recreational. They don't have to have the same gravity. You could have a recreational one that keeps 0 G so that you can go flying with your own wings. Some would be national parks. These are really pleasant places to live. Some of these O'Neill colonies might choose to replicate Earth cities. They might pick historical cities and mimic them in some way. There'd be whole new kinds of architecture. These are ideal climates. These are shirt sleeve environments. This is Maui on its best day all year long. No rain, no storms, no earthquakes. What does the architecture even look like when it no longer has its primary purpose of shelter? We'll find out. But these are beautiful. People are going to want to live here. And they can be close to Earth so that you can return. Which is important because people are going to want to return. Men bu videoni ki ulanishini chiqarib qo'yman shu bugungi videoning ostiga bo'z bir tafsili ko'rib yiqinglar. Dunyo nega ketyotidi, xalqlar nima ish qilyotidi degan. Bu Jeffniki deganda olam boshlig'idagi shundoq bir shahar. Bu shahar yer shariga yaqin. Yer sharidan u yerga berib, yerda turib, yer shariga qaytib kelib, bo'lsa oliy maktablarni yer sharining ustida bitirib bitib, undan ay berib ishlab deganda qil bo'ldigan qilmoqchi. Buningda qilishda ikki cho'ng o'tkal bor.
Uniki birisi shu raketa chiqimini zo'r darajada azaytish yoki yer shari bilan sun'iy oy shari o'rtasida bir yo'l yasash. Bu yerda yo'l yasash degan chog'da undaq bir fizikalik yo'l yo'q u yerda. Raketa asosan raketa qatnash kerak, minish kerak. Shunga raketaniki chiqimini intayin azaytishga to'g'ri keladi. Birinchi shart. Ikkinchi shart chuqur olam bo'shlig'idagi material manbasidan foydalanish. U narsani yasashga ketadigan ham narsani yashardan opirish qiyin to'xtaydi. Shunga bunga ba'zilar masalan bir qism narsalarni oydan akilish, oy sharidan akilish u shu gaplar o'tirib chiqyotdi. Andan keyin kainot tashlari balvig'i degan bir balbog' bor. Mars bilan Yupiter ikki planetaning oralig'ida. Shu yerdagi shu kainot tashlari, shu yerdagi materiallar ashlardan foydalanish umumiy o'tirib chiqyotdi. Ishqilib bu ish boshlandi hozir, qilyotdi, mana shu Blue Origin qilyotdi. Andan keyin insonlarni olam bo'shlig'ida yashatish yoki u yerga sayohatga chiqish ishini qilayotgan shirkatlardan bir qanchasi bor. Endi shunga qo'shib men bir ishni deb qo'yay. Ko'p o'ylandim bu gapni deymi demaymi deb, ammo bir bo'g'a shug'al uchun sizlarga deb qo'yay dedim. Diqqat qildinglar, men yaqinda soqollarimni evatdim. Soqolni evatgandan keyin soqolingizni evatmasangiz bo'pti ekan deb inkas qaytgan qarindoshlar bilan soqolingizni evatganingiz sizga yarashibdi degan qarindoshlarning soni asosan o'xshash chiqadi. Ammo hozir qasini qilish kerak deganni uqmayman tahi, lekin soqolni evatdim. Men soqol burutni 2016-yilda qo'ygan, undan burun qo'ymagan. Asosligi Xitoyga qartilgan isyon sifatida qilgandim bu ishni. Nima qilsanglar vatanda soqol burut qo'ygan qarindoshlarimiz tutilib ketdi. Ularda soqol burut qo'yish erkinligi yo'q. Bizning chet elda işte erkinligimiz botir, men nima ish qilmaydi ekanman deb shunaqa qilgan endi. Yaqinda uni tushirdim. Buning sababi endi abayatni ko'rsatgan videolar munosabatlik. Men shu Blue Origin degan shirkatga xizmatga kiray deb iltimos qilgan. Xizmatni 2 yerda xizmat chiqdi. Chiqqandan keyin iltimos qildim o'sha shirkatniki. Bu Blue Origin deganiki nurg'un tarmoqlar bor. Los Angeles rayonida ham bir qancha tarmoq bor. Uniki birisi men burun ishlagan NASA JPLniki qishida, yana birisi Los Angeles aydurmasi yiqaroq yerda. Shunga bu ikkisiga iltimos qilib baqdim. Agar kiralsam ishada ishlayay deb. Shu munosabat bilan soqollarimni tushirdim. Sal yashroq ko'rinay deb. Endi xizmat stajini ham yo'llaydigan bo'lg'achqa bular yana faraz qilib olaydi deb o'yladim, qancha yoshga kirganligimni. Men 67 yaşını aştım bu yıl. 67 yaşını eşip, işte Blue Origin'deki bir şirketke hizmetke kirmen deb bir urinib baqdim. Bularniki hizmetke ilish jarayoni intayin murakkab. 3-4 qitim ko'rishishlar bo'ldi. Dastlabda telefonda, keyin videoluk ko'rishish, oxirida lekin bevosita ko'rishish degandek. Ular menga bir maqolam yozdi. Bular xizmat oldigan odamga maqol yozdirdi ekan. Uniki mazmuni nima desanglar, biz mushtaq olam bo'shlig'ida 1 million odamni olam bo'shlig'ida yashaydigan qilishga otlandik. Buni qanday qaraysan? Sen nima uchun bu birisi, yana sen nima uchun Blue Origin'da ishlashni istab qolding degan savollarni so'rab. Men bunga ikki betlikdek esil maqoldan birini yozdim. Yezib men 12 yosh vaqtimda dunyoda o'qishniki hamma o'qib tugataman deb ashlaq bir o'zimga g'oya tikilgan, nishon tikilgan. Uni qildim. California University Davis sho'basida doktorlik unvoni oldim. Undan keyin San Diego davlat tajribaxonasida doktor ashta bo'lib ishladim. Meniki o'qish tarixim boshdan bilan oxirlatdi. U maqsadga yetdim. 14 yosh vaqtimda
radio yasadım. Akam bilan radio yasagan Aksu birinci oturunki to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda. Uni yazdım. Ondan keyin shu Aksu birinci oturda to'liqsiz 3-chi yillikda o'qiyotgan vaqtimda to'liqsiz 2-chi yillikqa matematika dars o'tganman. O chog'da Mavzudniki u madaniyat qilib mazgili. Mavzudniki bir gap bo'ti. Munbarga o'qituvchilar chiqmasin, o'quvchilarni chiqsin degan bir gapi. Shuningga o'quvchilarni munbarga chiqaramiz deb meniki matematikam bak yaxshi. Ma'lum o'tmagan darslarni hisob uyinib bo'lib men o'zim ashtaq ketayotgan vaqtlarimda u. Shu chog'da meni to'liqsiz 3-chi yillik vaqtimda shu to'liqsiz 2-chi yillikdagi bolalarga matematika dars o'tishga qo'ygan hozircha. Bo'shlarni yozdim. Andan keyin hozir meniki 100 dan ortiq ilmiy maqolalarim bor, bularni yozdim. Ashtaq qilib maqolamni yozib iltimos qildim. Ammo oxirgi bosqichga borganda bular ishga olmadi. Olmadi, bu orijinal shirkatga kiramadim. Ma'lum sakal brutlarını eritişindeki sebeplerini değişik to'g'ri kelib gaplarni deb qilishga to'g'ri keldim. Endi mening xizmatim bor, boshqa o'ylab qolmanglar. Men hozir bu olam texnologiyasi asosida ishlayapman. Ya'ni bir qism yangi ishlarni qilyapman. Keyincha u to'g'ri so'zlab beraman sizlarga yana. Bir qism kishilar Amerikada NASA'dagi injenerlarga qaraganda jiq ko'p maosh oladi. Bunday kishilarning atrofimda bor, bizniki kengaytirilgan oilamizda bor, jiq maosh oladi. Lekin bu NASA'da ishlaydiganlar uchun birinchi omil pul emas, kirim emas. Ular pul kirim uchun ish qilmaydi. Men buni deyishimga sabab, men xizmatdoshlarim bilan ko'p paranglashgan, ularga shu maosh gaplarini deyishimiz endi. Ko'pinchisi ular pul, kirim, jismoniy, moddiy turmush bu narsalarni birinchi o'rin qo'ymaydi. Ularning birinchi o'rin qo'ydigani qiziqishi va qilayotgan ishining qimmati, insoniyatga bo'lgan qimmati. Buni muhimroq o'rin qo'ydi. Shunga NASA'dagi o'rinda ishlaydi bular. Shunga men bir qatim Amerikaniki bir cho'ng televizorda bunday bir ishni ko'rdim. Mana shu Holocaust, Yahudilarniki cho'ng qirg'inchiligi, bo'lganligidagi palani yilligi munosabati bilan bir muxbir, bir nayt yesh cho'ng 85-90 yoshga kirib qolgan bir Yahudi ayoldan savol so'radi. Sen Xudoying bor deb qaramsan deb savol so'radi. O ayol dedi, agar Xudoying bor bo'lgan bo'lsa, biz Yahudilarga Holocaust yuz bermaydi deb javob berdi. Agar Xudoying bor bo'lgan bo'lsa, biz Yahudilarga bunday cho'ng qirg'inchilik yuz bermaydi deb javob berdi bu ayol. Endi biz Uyg'urlar Xudoyimniki borligiga 100% ishonamiz, unda hech qanday shak yo'q. Endi Xudoyimniki hozirgi dunyoda qanday rol o'ynaydiganligi haqida o'xshamagan dinlarda o'xshamagan tushuncha bor. Bu jihatda biz musulmonlar albatta islomdagi tushunchani qabul qilamiz, shuni to'g'ri deb qaraymiz. Lekin bu dunyo bir, Xudoyim bir bo'lg'ashqa, mushu tushunchalarniki ichidagi faqat bir sil to'g'ri qolgani xato bo'lishi kerak. Ya'ni agar bu tushunchalarning o'rtasida cho'ng farq bo'lsa, uniki bir sil ham to'g'ri qolgani to'g'ri emas. Nima qilganda Xudoyim bir, dunyo bir, shunday bo'lganligi uchun. Men ba'zida mundaq o'ylab qolman. Mundaq ehtimollikmi bormidi deb o'ylab qolman. Ya'ni Xudoyim koinotni va uning harakat qilish qonuniyatlarini yaratib bo'lgan, yaratib bergan. Shunga hozirgi dunyoniki ishlariga Xudoyim aralashmasligi mumkin. Mushtaq imkoniyat ehtimolga bormi deb o'ylayman. Endi bizniki hozir qadar ko'rayotganimiz nima desa, Xudoyim bergan aqlni ishlatib, Xudoyim yaratgan sharoitdan muvofiq foydalangan millatlar o'zini saqlab yotadi. Unda qila olmaganlar halok bo'lyotadi. Uyg'urlarniki ahvoli qandaq, buni hammamiz bilamiz. Yahudilar dunyoda vayron bo'lganda
Dünyadaki hamma yerdan qo'llanib bo'lganda, ular o'ziniki dinni tashlamas shart ostida oldi bilan o'ziniki ma'rifini kuchaytirdi. Ondan o'ziniki iqtisodni kuchaytirdi. Ondan keyin o'ziniki harbiy kuchini kuchaytirdi. Shu orqali tattirib qo'yg'ili 3000 yil bo'lgan davlatini qaytarib oldi. Hozir ma'lum ma'noda dunyoni so'rayotdi. Biz ko'ryapmiz buni. Hozir Isroiliya dunyodagi qancha yerlar bilan aplashayotganligini ko'ryapmiz. O'zini kichik millat Yahudilarning nupsi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan burun Uyg'urlarniki bilan o'xshashdi. Hozir Uyg'urlarning nupsi qancha chiqib qoldi vatanda uqmayman. Hamdaliki 2018 yılı 9. ayının 13. günü Victor Gao degan Xitoy bir markaziy aql ambiriniki muavin raisi Al Jazeeraga bir gapni degan. Hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor edi. Men shu chaqda Xitoyning plani Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar nupsini 6 yoki 7 millionga tushirish deb shu chaqda sakrab ketdim. Shundan keyin ko'p dedim bu gaplarni. Hozir vatanda qancha Uyg'ur qoldi uqmaymiz. Ehtimol osh sonda bo'lishi mumkin. Endi biz vayron bo'ldik. Xitoylar vatandagi sarxillarni dinni bahona qilib turib yo'qotdi. Oldi bilan taqvodor dinchi Uyg'urlarni yo'qotdi, yoshlarni yo'qotdi, ichkariga ketdi. Shunaqa qildi. Ondan keyin chet elliklarni bo'lsa dindan foydalanib yo'qotish planini tuzdi. Men 2022 yillarga deyman, shu chiqarayotgan videolarimda ham ba'zi yig'inlarda shu gapni degan. Xitoy plan tuzdi. Chet eldagi Uyg'urlarni dindan foydalanib yo'qotmoqchi edi. 2022 yoki 2023 yillari. Bu mamlakat deb qo'ygan gap emasdi. Men uchur kelgan. Xitoyniki mushta plan tuzganligi haqida. Men shu gapni degan. Hozirgi bir qism qarindoshlarimizni intayin echindirayotgan ahvol nima desanglar? Dunyoning har qaysi joylardagi Uyg'ur ona til maktablarida o'qiyotgan bolalarning soni tadrijiy holda ozayib, bir qism sinflar taqilib, dinni bitadigan sinflarda o'qiydigan Uyg'ur bolalarining soni ko'payib menyapti. Endi bizniki hozirgi ahvolimiz shu. Bu ahvol bugun yuz berayotgan mush ahvollar Uyg'urlarniki tarixiga buncha yozildi. Uyg'urlarning tarixidagi 2025 yilini tasvirlaydigan mazmunga mush ahvollar yozildi. Meniki mush yaqinda bir his qilgan narsam dunyodagi olam texnologiyasi bilan shug'ullanadigan shirkatlarning soni shiddat bilan ko'payyotir hozir. 2000 yillari nurliq tala xabarlashish ishlari bilan shug'ullanagan shirkatlarning soni shiddat bilan ko'paygan. Amerikada men shu chaqda Kirni jilg'isi dedim, shu yerda ishlagan. Bir qatimliq yig'inga borsam, bir yangi qurilgan shirkatlarniki jangilga berib qolgandek his qilgandim. Bu shirkatlarning ko'pligi 3 cho'ng bino to'shib ketgan. Hozir olam texnologiyasi bilan shug'ullanagan shirkatlarning soni intayin tez ko'payyapti. Albatta men degandek, Blue Origin degan shirkat 1 million odamni bir sun'iy ay shariga olib shu yerda yashaydigan qilishga ish boshladi deb bo'lar. Meniki mushu ishlar, mush munosabat, mushu tema asosida deydigan bir gapim.
imkoniyati bor qarindoshlar, bolalaringlarni mushtaq yangidan taraqqiyotgan olam texnologiyasiga texnologiya soyasiga kirib ishlashga tarbiyalanglar bolalaringlarni. Men 67 yoshga kirgan chog'da Blue Origin kirib ishlayman deb tirishib vaqtim kiramadim. Umid o'zgunim yo'q. Meni qancha ishlayman uqmayman, lekin diqqat qilman atrofimga davomli. Hozir bir qism cho'ng shirkatlar bor. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Rocket Lab degandek. Mushlarning hammasi olam bo'shligi sayohati, oy shari sayohati. Mushlarni taraqqiy qildirishga qarab yuzinyapti hozir. NASA, Yevropa olam texnikasi idorasi bu o'rinlar odatdagi shirkatlar ancha qilmaydigan ishlarga tutishib uzun muddatli muhabbatni degandek jonliqlar yashash imkoniyati bor tashqi planetlarni tepish degandek. Lekin bu shirkatlar yaqin kelgusida amalga oshirib bo'ladigan hamda iqtisodiyotdan manfaatga erisha oladigan ishlarga tutishib shunga imkoniyati bor qarindoshlar bolalarni mushohada ishlaydigan qilib tarbiyalashni kalonlardan chiqarib etmanglar. Hozir Uyg'urlar ichida millatni o'zini millatga atab yetilayotgan yoshlar oz emas. Men xil ko'plarni bilaman bularni. Masalan, advokat, qonun kasbida o'qiyotgan, xalqaro munosabat kasbida o'qiyotgan, siyosat kasbida o'qiyotgan bu yoshlarning ota-onalari maqsadli holda bolalarini shu yo'nalishga tarbiyalaydi. Kelgusida millat uchun ish qilgan deb. Hozir bu sohada yetilayotganlik xili bor, lekin bularning o'zaro tashkillanishida og'ir masala bor. Iqtisodiyotda mana shunday hozir iqtisodiyotdan taraqqib ketgan bir Uyg'ur qo'shini bor, Uyg'ur yoshlar qo'shini. Bularniki tashkillanishi de yetarli emas. Shunga millatni qutqizish yo'lidagi bir kuch bo'lib shakllanmayapti. Bu sohada qildigan ishlar ko'p. Bu ishlarni qandaşlanmanki esiga sepki. Hozirgi savol mush ahvolni o'zgartira olamizmi? Men sizlarga bir narsa ko'rsatib qo'yay degandim. Şundaqda meniki saqal burut qo'yganimga 9 yil bo'libdi. Avo sol o'ng tarafdagi 9 yilni oldidagi rasm 2016 yildagi. Ma sol tarafdagisi bu yilgi do'ppi bayramida tushgan rasm. Saqallarga oq kirib ketdi. Men ko'rsatmayman deb tayyorlagan tamobatim unutib qoldim. Qarab baqay, yeni bilan unutib qoldim. Başkaları yok ki. Endi 4-cü məzmun o'taman. Xitoy xabari. O'tgandagi videoda Xitoyniki 9-3 kun qolgan harbiy paraddan o'tish faoliyati to'g'riliq so'zlab berdim. Bu faoliyatga Xitoylar 5 milliard dollar pul xarjlabdi. Jami 5 milliard dollar. Andikin bu faoliyatda eni olgan bir narsa Xi Jinping degan jallatniki huquq o'rnida ojizlashish yo'q. Huquqning ustida hozir Xi Jinping degan jallat bor ekan. Endi bu ishlar qandaroq buning mushuni texnik jazmlashtirish kelar oyda bo'ladi. Kelar oyda Xitoyniki Kompartiya 20-chi qurultayniki 4-chi umumiy yig'ini ochiladi. Shu chog'da yana bir qatim shu yig'inda Xitoy rahbarlik qatlamida o'zgarish bo'lamdi yo'q. Mushuni qarab turib bir qism ahvollarni belgilab bo'ladi. Endi sizlarga so'zlab kelyapman. Xi Jinping degan jallatniki huquqning eng yuqori huquqda turgani yaxshi bu. Bu Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki ag'dirilishini tiziltidi. Shunga ishtikib ketmagan yaxshi. O'lib ketsa boshqa. O'lib ketsa yana bir cho'ng o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. O'lsa agarda.
Bunday qilmagan taqdirda huquq tutug'ini yaxshi. Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki ag'dirishga foydali. Endi Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirildi degan ko'z qarash, patiqini ag'dirildi degan ko'z qarash nayti azim kuchlik. Sanımız Gülşen Abdülkadir bu to'g'riliq to'xtamay video ishlayotdi. Xitoyniki ag'dirilishi oz qoldi deb. Bu bir haqiqat, bu shunaqa bo'ladi endi. Endi bu qatim agar bu ish bo'lib qolsa, qandaqdir bu ish tadrijiy bo'lmaydi. Agar diqqat qilsanglar, Mao Zedong davridan Huagefeng davriga o'tish, Huagefeng davridan Deng Xiaoping davriga o'tish bu ishlar tadrijiy bo'lgan. U chog'lardagi o'zgarish ideologiya sohasidagi o'zgarishdi u chog'da. Ideologiya asosida o'zgarish yasaydigan u chog'larda ideologiya asosida o'zgarish bo'lmagan, uningda cho'ng bo'lmagan, shunga tadrijiy bo'lgan bu ish. Bu qatim agar Xitoy Kompartiyasi ag'dirilsa, ideologiya sohasida ushtum-tut o'zgarish bo'ladi. Shunga bundaq o'zgarish bir kechada ham yuz berishi mumkin. Qandaqdir tadrijiy o'zining alomatlarini namoyon qilib turib bundaq bo'lmaydi. Hozirgi kishilarniki farazlarimiz shu. Shunga mushtaq kunlar patiqini keladi deb qaralyotdi bu yillar. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Amerika TikTokni to'smaydigan bo'ldi. Bu tunugun bu ish yuz berdi. Tunugun Amerikada qara bo'ldi. Sizlarga deb kelyapman, Trump hukumati Xitoyga kelgan vaqtida Xitoyni tushunmaylar o'tyapti. TikTok masalasida mana shunaqa. Bu TikTok hozir dunyodagi muhim davlat rahbarlari saylimini o'zi beziga buraydigan shunday rolni o'ynayotgan bir qurolga aylandi hozir. Amaliyotda Amerikada ham shunday bo'ldi. Amerikada ham o'sha qatim Trumpniki prezident bo'lib saylanishida TikTokning roli bak cho'ng bo'ldi. Trumpniki bir o'g'li bor. Ehtimol uni ko'rgan bo'lishinglar mumkin videolarda. Bu 2 metrdagi keldi, intayin egiz bu bola. O'sha eng keyingi bolasi hozirgi Melinadan tug'ilgan o'g'li. Bu o'g'li o'tganki prezidentlik saylamida Trumpni saylanish uchun ko'p harakat qildi TikTokda. Şu an TikTok'taki yoshlar, Amerika grajlarning yoshlarniki bu qatimqi saylamdagi o'yinga roli bek cho'ng bo'ldi. Shu anta tunugun Trump Angliyada so'zlagan vaqtida meni saylagan TikTok degan shiyatlarni davatadi, tatnimaydi davatadi. Meniki saylanishimda rol o'ynagan TikTok deb. Ashtaq bir tarafi bo'lgan uchun TikTokdan zadlamki mehrini uzamadi. Hozir o'zini anda qilib, o'zini anda qilib TikTokda saqlanmoqda. Bu yerdagi hozirgi endi bo'lgan o'zgarishlar TikTokni Amerikadan cheklash ishi yuz bermadi. Amerikaniki davlat bexatarligi bilan munosabatlik ba'zi ishlar o'tirg'i chiqdi. Ondan keyin Xitoy bilan bo'lgan tepishishning darajasi sal tushdi TikTok masalasi bilan. Lekin hal bo'lmagan ahvollar TikTok zada kimga qaraydi? Amerikaga qaramdi yo Xitoyga? Bu ishlar to'liq hal bo'lmadi. Hozirgi deyishayotgan gaplar TikTokning 20%ni endi Xitoy o'zi saqlash, qolgan 80%ni Amerika o'tkazib berish. Lekin bu yoki eng muhim masala nima desa, TikTokni mangdirayotgan algoritm. Bu algoritmni kim boshqaradi? Yanında o'tirib chiqayotgan gaplarda mayli osmon ko'mtirib tushsimi, Xitoy bu algoritmni Amerikaga qat'iy bermaydi. Ko'rsatmaydi degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu rost bo'lishi mumkin menimcha. Nimishqa desa, buning ichiga intayin cho'ng ilmiy rezilliklar yushirilgan. Xitoy intayin cho'ng foyda ko'ryapti bu algoritmdan foydalanib hozir. Undan voz kechmaydi. Mayli qiymati qanchalik bo'lib ketishidan qat'iy nazar, qancha badal to'lashidan qat'iy nazar. Bu ishlarni Trump hukumati ancha tushunib bo'ldim bu uqmayman. Lekin TikTok to'xtalmaydi Amerikada. Tunugun Trump bilan Xi Jinping jallab ikkisi telefonda ko'rishdi.
bu telefonda ko'rishishning natijasini Amerika hukumati bir xil, Xitoy hukumati bir xil tushundirdi. Trump uni nihoyatda maslahatliq, nihoyatda bir g'alabalik kurashish bo'ldi, nihoyatda yaxshi bir kurashish bo'ldi deb boshladi, o'tirib chiqadi. Xitoyning medialari bu kurashish nihoyatda ijobiy va nihoyatda ijobiy bo'ldi degan gaplarni dedi. Zaten ijobiy bo'lib, nima bo'ldi, qanday kelishimlar tuzildi degan to'liq hech qanday narsa quruq. Agar biror ish hal bo'lgan bo'lsa, bu kurashishda Trump allaqachon yozib qo'yadi uni Twitterlarga. Twitterlarga yozmay, mana cho'ng qalpoqlarni tashlab qo'ydi o'tirga. Demak, bir ish hal bo'lmadi degan gap. Xitoy o'ynab ketdi Amerikani. Masalan, burun dedim, har qatim Amerika Xitoyniki gelnisi qayda islamkin, Xitoy oy to'xtab turgan, suhbat o'tkazaylik deydi, suhbat o'tkazadi, yo'qolib ketadi, ishini qilmaydi. Amerika bu ishni qilmadan qo'ysa, to'xtab turgan suhbat o'tkazaylik deydi, bu ish mesela davomlashadi. Xitoyniki maqsadi bu mushtaq jarayonni Trump huquqdan chiqib ketishga davomlashtirish. Trump chiqib ketgan ekan, boshqa ish qolinish. Hozir Amerika Xitoy o'rtasidagi cho'ng masalalardan 4 bor. Birisi TikTok'niki Amerikaniki qo'lga o'tish masalasi. Ondan keyin Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi soda ziddiyati. Ondan keyin zaharli chekimlik fentanil krizisi. Fentanilni to'xtamaydi Amerika. Xitoyniki fentanilni Amerikaga kirgizishini to'xtamaydi hozir qadar. Yiliga 50 mingdan 100 mingga yaqin Amerika yoshlarni o'ltiryotdi bu zahar. Ondan keyin Rossiya Ukraina urushi. Mushlar cho'ng masala. Bu gaplar o'tirib chiqdi, lekin bu qatimki Trump Xi Jinping jallatning kurashishida bu ishlarni hech qanday hal bo'lgani yo'q. Shuning o'rniga bakchiq diqqat berishning hojati yo'q. Hamda bilgan so'zlagan 5-mazmun dunyo xabari. Trump bu qatim Manila ilishkisi nimaga Angliyaga bir ziyoratga bordi. Bu ziyoratniki ko'lami, dag'dug'ligi, hashamatlik darajasi xil bir rekord yaratdi burungi qaragan chog'da. Men sizlarga bu videoni ko'rsataymi deb o'ylagan vaqt yo'q. Men videosiniki ulanmalarni mana shu video men chiqargan videoni ostiga chiqarib qo'yay. O'shada ko'rib beqqanlar. Bir ko'p beqqanlar bak hashamatlik. Trump oldin qatim prezident bo'lib Angliyaga nimaga ziyoratga borgan chog'da nurg'un angliyaliklar ko'chaga chiqib Trumpga qarshi namoyish qilgan. Bu qatim undaq namoyishlar qat'iy yo'q. Ajoyib. Asosan Trumpga nisbatan intayin zo'rlik, xushamatchilik tusini olgan bir xil ishlar, bir qism ishlar yuz berdi u yerda. Odam o'ylab qoladi. Bu odam bu xushamatchilik ishlari hamma yerda bor ekan. Hamma yerda bor ekan. Mushqatim Trump Amerika prezident bo'lgandan keyin bu ishni ajoyib ko'rdik. Trump nimaga borganda, Arabistonga borganda, maqatim Angliyaga borganda, Fransiyaga borganda degandek. Hozir nerga borsa, kishilarniki qaysi darajada xushamat qilayotganligini ko'rdik. Bu qatim Angliyada mana shunaqa bir ish yuz berdi. Ondan keyin tunogin Trump Angliyadagi ziyoratini oxirlashtirib, qaytib kelishdan burun bir qatam muxbirlar yig'ini ochgan. Shu muxbirlar yig'inida Amerikaniki Afg'onistondagi Bagram aydurmini qaytarish plani borligini o'tirib qo'ydi. Bu bir yaxshi xabar. Nimishqa desanglar, bu Bagram aydurmisini o'tganda Bayden vaqtida u yerdan sharmandalarcha chekinib Afg'onistondan bu aydurmini Talibanlarga qoldirib qo'ygan. Hozir u yerga Xitoylar kiryapti. Xitoylar kirib shuni qo'lga tushirishni tirishayotdi. Endi Trumpning mandat deyishi buniki zo'r strategik ahamiyati bor. Bu aydurma bilan Xitoyniki yadro qurollarini yasash bazasiniki orlig'i 1 soatlik yo'lga aeroplanda uchsa. Esanlarda bormikan o'tganda Amerika İran'daki yadro bazasını patlattı. Aeroplan B-2 bombardımanchi aeroplanı apırıp u yerga berishga 13 saat vaqt ketdi. Qaytib kelishga yine 13 saat vaqt ketdi. Agar o'xshash ishni Amerika Xitoy qilmoqchi bo'lsa,
Bag'ram aydirmasdan uçsa agarda 1 soatla yetib bordi ekan. Onun intayin zo'r farqi bor. Ma gapni Bag'ram aydirma bilan Xitoyniki yadro bazasi orlig'i 1 soatlam keldi degan gapni Trump o'zi dedi bu gapni. Shunga Xitoyni qanchalik vahimaga soldi uqilmaydi, mana gaplar bo'ldi. Andan keyin hozir yaqinda Amerikada davomli bo'layotgan cho'ng xabar Charlie Kirk degan bolaniki o'ldirilishi. O'tganda uniki rasmini sizlar ko'rsatmagandim degan ko'rsatib qo'yay. Mush bola shu 31 yoshda, kelar oyda 32 yoshga kirdi ekan, 2 bolasi bor. Bu ish hozir men cho'ng xabar bo'lyotdi. Bu bolani o'ltirgan bu bolani o'ltirayotgan bola ma'u. Robinson bu bolanın ismi. Bu balaniki atanisi mo'min dindagi kishilar ekan, Utah shtatidagi. Lekin bu bola aytdi soltul cho'ng bo'lgan. Buniki qiz do'sti, bu bolaniki qiz do'sti, bu bolalar 22 yoshga kiribdi hozir. Uning qiz do'sti erlikdan ayolga o'zgargan birisi. Yaqinda Amerikada 4-5 qatim aytdi cho'ng voqealar yuz berdi. Shunga o'xshash. Odam o'ldiradigan, odam otadigan cho'ng voqealar yuz berdi. Mush voqealarni sodir qilganlarniki 4-5 voqeani sodir shu jiq voqealar yuz berdi. Buning ichidagi 4-5 voqeaniki egilari mashtaq erlikdan ayollar o'zini ayolga o'zgartgan odamlarningki qilgan ishlari. Mashmi ashnaq bo'pti. Shuning bilan hozir bir savol o'tirib chiqyapti. Bu erler ayolga o'zgargandan keyin işte g'alati bo'lib qolamdi yoki g'alati bo'lganligi uchun o'zini erlikdan ayolga o'zgartganmi degandek savol o'tirib chiqyapti. Ishqilib bu bir cho'ng ijtimoiy mas'uliyat o'tirib chiqyapti hozir. Ata Charlie'niki dafna murosimi bo'lgan bo'ldi ata. Arizona degan shtatniki Glendale degan bir cho'ng Tandarbiya sarayida. Bu sarayga 73 ming odam patadi ekan. Shunga aytib aytdi dag'dug'lik faoliyat bo'ladi Amerikada. Agar imkoniyati bor qarindoshlar qiziqsanlar ko'p aqsanlar bo'ladi aytdi. Ondan keyin tunogin bu deyman Amerikaniki Kengash palatasi bir qaror chiqarib 10-niki 14-kuni bu yil 14-kuni mana shu Charlie Kirkni xotirlash kuni qilib bekitdi. U chog'dan bir cho'ng faoliyat bo'lmoqchi. Oshundan tang tunogin yana Kengash Avam palatasida Amerikadagi shu Charlie Kirkni o'ldirishga o'xshash mustaq cho'ng zo'ravonlik ishlarini cheklash haqida bir qaror elish bir yig'ilish bo'lib ekan tunogin. Bilet tashlash bo'lib ekan Amerikadagi Avam palatasida. Buningga 58 demokratchi partiyaning a'zolari qarshi chiqibdi. 37 a'zosi voz kechibdi. Shu Charlie Kirkni o'ldirganga o'xshash mushtaq zo'ravonlik harakatlarini Amerikada cheklash to'g'riliq bir qonun loyihasi o'tirg'i tushsa, ana shu yuz beribdi. Buningdan hozir dunyodagi qaysi darajada o'zgarib ketganligini ko'rib olib bo'ladi. Shu Charlie Kirk bilan munosabatli yuz bergan yana bir ahvol, bu Charlie Kirk o'ldirilgandan keyin bunda bir şey yuz berdi. Charlie Kirk'niki bir tashkiloti bor, Turning Point. Burilish nuqtasi degan tashkilot. Bu tashkilot nihoyatda taraqqiy qilib, Charlie Kirk o'xshamagan oliy maktablarga berib so'zlab, shu Amerikadagi an'anaviy qimmat qarshini asliga keltirish to'g'riliq faoliyatlarni qilayotgan ekan endi. Buniki o'ldirilishi hozir Abaki Robinson degan boldan so'rasa, meni ko'z qarashim Charlie Kirk'niki ko'z qarashlari menikiga butunlay qarama-qarshi. Meniki uni o'zgartirishga ko'zim yetmadi, shunga men etib qilyaptim deb o'sha gaplarni debdi bu. Endi buniki shu burilish nuqtasi degan tashkilotniki nurg'un sho'balar bor Amerikadagi nurg'un yerlarda.
Charlie Kirk o'ldirilgandan keyin shu burilish nuqtasi degan tashkilotniki yangi sho'pisini quriydiq deb iltimos qilganlarning soni 54,400 ishib ketibdi. Yangidan qurilmoqchi bo'lgan sho'balar 54,400 yaqinqi 10 kundek vaqt ichida bo'lgan ahvol. Andan keyin dunyoda yuz bergan yaqinqi cho'ng ishlar, yaqinda Isroiliya Qatardagi Hamas rahbarlari binolarni bombaga tutdi ayroplan bilan. Bu bir cho'ng voqea bo'ldi. Andan keyin Polsha bilan NATO birlashib Polshaniki osmondan o'tayotgan Rossiyaniki uchqisiz ayroplanlarini etib tushiribdi 9 kuni. Bu Isroiliyaniki Qatarga atgan bomba etish ishlari 9 kuni bo'lgan. Andan keyin o'tganda masala dedim, Nepalda cho'ng voqea bo'lyotdi deb. Hukumatga qarshi cho'ng mamlakat qarshilar cho'ng namoyishlar o'tirib chiqib ketgan. Yaqinda bu namoyishni bostiribdi. Harbiy kuch bilan bostiribdi. U yetinchilar. Andan keyin yaqin yuz bergan yana bir ish Luksemburg degan bir davlat Falastin davlatini e'tirof qilibdi 16-da. Bo'pti bu ish. Men bu davlat nada deb qarab baqdim, bu nima ekan? G'arbiy Yevropadagi bir kichik davlat ekan bu. Nihoyatda taraqqiy qilgan, intayin boy. Xalqning turmushi intayin bayashat, ammo nüfusi intayin oz ekan. Nüfusi 1 millionga bo'lmay ekan. Bu yil birinchi oydagi nüfus soni 681 ming deydi. Shuncha kichik davlat ekan, bu davlat Falastin davlatini e'tirof qilibdi. Shuna qilib degan deydigan mazmunlar shu. Tilak qatim ko'shcha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.